Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon mashina bozoridan, xudo xolasa, qiziqarli mashinalardan videorolik qilganmiz. Bu yoqqa like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lsangiz esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringlarni kommentariyalarda qoldirib o'tishingiz mumkin. Ko'rib turganlarda akalar, Malibu Captiva qatoridamiz. Qani bo'lmasa videoroligimizni boshladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Qani ketdik. Captiva'ning akalar oxirgi avlodlaridan, ya'ni 4 dan minaman deganlar bo'lsa, bitta ko'ringlar. Endi Captiva'ning oxirgi avlodlari akalar biz uchun shu mashina. Nima desa, legenda deb berdim shunaqalaridan. 2018 balonlari yangi ekan, yangi bosib qo'yilibdi. Zavodskoy diska. O'zingizlarning mingan mashinalar ekan, ammo dehqonchilikmi? Foydalanishganmi? Xo'p, qarindoshniki deyilyapti akalar. Xo'p, mashina 2018 Captiva 4 zavodskoy holatda, klimat kontrol, kruz kontrol akalar, hamma narsasi bor. Orqa oldilarni ham ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Probeg qancha aka? 162 ming, ha? Yaxshi ekan probegi ham 162 ming. Birinchi pakalina propanmi bu? Metan. Ha, bu yerda 30 talikdan 30 talikdan nechta bu? 3 tami? 30 talikdan 3 ta, 90 ta. Ponli bilan qancha turadi aka? Ligmotor, C16 mashinalari, Ligmotor 200 atrofida yurganam shahar ichi. 25 million. Ha, hali beri akalar to'shni bilmaydi ekan. To'liq 100% elektromobil. 160 necha ming ham yurgan deyildi. Motorni bitta ko'raylik, yana undan keyin qizig'i bizga narxi qoladi. Mana akalar, 2.4 atmosferniy motor bo'ladi. Rasoti yo'q aka. Olib sarflaydigan joylari yo'q, xudo xolasa. Kraskasi ham toza, 162 ming yurgan. Puli-chi aka buni? 14 ming biruzdan ozgina o'tib beriladi. Variant, nasiyalar bormi yo naqmi? 3-4 son. Pashti naq ekan. Pashti naq pulga sotilar ekan akalar. Telefon qilib olamiz, nomeringiz nechi? 87 471 471 0120. 0120 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashinalarni ko'rdinglar, ho'p, barterga kelishgan holda bo'la olar ekan akalar. Bozor necha bo'lsa bo'ladi aka, sir bo'lmasa. 2014 maksimal 13.5 naqqa bermadingiz. Qo'shsa kelishlarmi? Qo'shsa kelishlar. 2012-yilda ishlab chiqarilgan 180 ming yurgan akalar. Ko'ringlarchi. Mashina 2012 ekan. Holatlarini aytadigan bo'lsak, o'zingizlar bitta ko'rib baho berib bersizlar. Captiva 2 ning zavodskoy holatdagi diskalari ham zavodskoy turibdi. Balonlari ham yaxshi holatda. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, o'zingizlar bitta ko'rib baho berib berasizlar. Probeg qancha bo'ldi aka buni? Qancha? 180 ming. O'ziniki ish qilib 180 ming yurgan 2012 kraskalari bordir. Kapotda bor, xolos. Oldi kapotda o'zida. Bitta detal. Qolgan joy tozami? Qolgan joylari toza. Orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi mana. Probeklari ham yaxshi ekan. Motor korobka hadovoy ishi yo'qmi aka? Olib sarflaydigan joyi yo'q. Zavodskoy holatda turibdi ekanda bu. Xo'p, motor holatini bitta ko'rsatib o'taylik, yana undan keyin qizig'i narxi qoladi. 3 объемli atmosferniy motor, ABS konditsioner, mantener, xullas hamma yo'q bo'ladi mashinada. Xo'p, puli qancha aka buni bir kelishtirib aytaylik, o'z mingan mashinami bu? Dehqonchilik. Pulichi? 9 dan tushib beramiz. 9 ming kami bor. Variant nasiyalar berasizmi yo naqmi? Faqat naq puli sotilar ekan, kimga yo'qsa telefon qilamiz, nomeringizni aytib berasiz. 93lik 93lik 781 781 65 45. 65 45 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Bozor nech pul beryapti? 7000 qilishdi. 7000 ga naqqa bermadingiz, qo'shsa kelishiladi. Gap yo'q. Akalar telefon qila olamiz, mashinaning holatlarini ko'rdinglar. Captivaga qiziqqan yaqinlarimiz uchun ko'ringlarchi, 2018 ekan mashina. 2018 holatlarni aytadigan bo'lsa do'stlar, qop-qorasidan so'raganlar bo'lsa ko'ringlar, shu dizgalar jicha mashinani balonlari o'rtacha holatda. Odatiy. Noodatiy. Ko'ring, Muhammad Ali. O'zinikichalik bo'lmaydi, baribir. O'zinikichalik bo'lmashi mumkin, lekin Vidzo. Aha, gap yo'q. Xo'p, probeg qancha bo'ldi buni 18 da? 175 ming bo'ldi-yu, lekin holati ancha tiniq. 175 ming yurgan 2018 Captiva 4 zavodskoy, orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi mana. Akkuratni chiroyli holatda turibdi. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Detskilar bitta ko'tarsanglar mana akalar. Joyida. Kimga kerak bo'lsa.
Propanmi bu? Hayda propan gazi bor, oxiriga avlod. Propan gazlari bor, mana tayyor. Xullas, Kraskasi-chi buni? mana joyda pashti yo'q kraskasi. Mana mayetda ozgina miyat iynasi. Aha, shu xolos. Qolgan joylari toza. 175 mi yurgan 2018 akalar, petnosini ko'rsatdik. Xo'p, 2 to'rli atmosferniy motor bo'ladi. Captivalarda ekonomichnisi akalar. Eng oxirgi avlodlar. Xo'p, Zohtaga endi mana bu eskidan mana shu Captiva bilan shug'ullanasiz aka, bozor holatini ko'rdingiz. Bitta yengil qilib narx aytib bering aka, maza qilib minishga. Buni uka $15,800 deyatuvdik. Aha. Buni obunachilaringizga uka 14,700 qo'yib beramiz. 14700 kami ham bor. Siz gapingiz yerda qolmasin, yana kamini ham qo'ying. Kamini ham qilib beramiz. Akalar, mashinani oqini ham oldik, qorasini ham oldik, ko'rdinglar, lekin qorasi o'zingizlar bilasizlar, imini Captivaniki farq qiladi, ancha-muncha. Kimga olsa aloqaga chiqasizlar, nomerlar necha edi? 94lik. 94lik 707 70 01 ga aloqaga 707 70 01. Ushbu raqamlarga telefon qila olamiz. Do'stlar, mashina kamchiligi, rasxodlari yo'q, dokument muammosi yo'q. Rasxodrasi yo'q. Devo mashinalarga barter ham bo'laveradi. 6-7 ming puli borlarga 1 yildan 5 yilgacha bank ham qilib beramiz. O'zbekistonning hamma viloyatiga dastlabkasi ham bor. Gap yo'q akalar. Telefon qila olamiz mana. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Captivani qorasidan do'stlar, ko'ringlarchi. 2018 mashina holatlarini aytadigan bo'lsak, Redline diska qo'yilgan mashinada balonlar o'rtacha holatda. 18 lar mana bu bozorda ko'payib qolibdi akalar. Salon holatlarini ham bitta ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Orqa oldalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tamiz. Captiva 4 zavodskoydan. Mashinada klimat kontrol, cruise kontrol hamma narsasi bo'ladi. Salonlari ham yaxshi holatda turibdi. Orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tamiz. 3-qator signal mana kimga kerak bo'lsa. Propani bormi buni? Bor ekan. 2018 yurgani kraskalari qanaqa buni? Kraskalari toza yoki yurgani 200 mingdan oshiq yurgan yoki. 200 mingdan oshiq yurgan, kraskasi toza, motor korobka hadavoy. Olib sarflaydigan joylari yo'q, xudo xolasa. Motorlarni bitta ko'rib, assalomu alaykum. Ho'jazotsingiz. Mashinani bitta ko'radigan bo'lsak akalar, 2 to'rli atmosferniy motor bo'ladi. Xo'p, Captivalar ekonomichnisi desak bo'laveradi akalar. Faqat 6 ortadi. Xo'p, buni endi bir kelishtirib, yo'lida qilib buni uka $13,800 ga berib yuboramiz. 13800 ga berilishi. Kami ham bordir endi bozori. Holatga qarab turib yana holatga qarab kelishsa bo'laveradi. Yaxshi, raqamlarchi? 97lik 97lik 797 797 10 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. 1 kun 2 kun 3 kun bo'lsa keyin pul bersin. Shunaqa. Bemalol minib ko'rsa bo'laveradi. Sinab olish, test drive bor ekanda. O'zbekiston bo'yicha. Test drive bor ekan akalar, kimga olsa aloqaga chiqaverasizlar mana. Savdo bo'lmadimi endi bunga? Naqaga? Nech pul bermadingiz balati? Endi haqi. Telefon qilsa kelishlar. Yaxshi do'stlar, aloqaga chiqaveramiz savdolar. Jetaur so'ragan yaqinlarimiz bo'lsa do'stlar, ko'ringlarchi, Jetaur X70 Plus akalar, qop qorasidan luxury emas-a bu ish qilib. Yo'q, luxury, nariga luxury. Balonlari yaxshi, diskalari o'zini holatida. Mers hadovoy qilingan. Salon holatlarini ham o'zingizlar bitta ko'rib berasizlar. Elektropaket sinaladi, chexollari ham akkuratlik qilib taqib qo'yilgan. Mashinaning o'zini holatini ko'rib turibsizlar akalar. Saloni lekin realniy chiroylikda, qaranglar. Salon alyumin. Gap yo'q. Bir qo'lmi? Bir qo'l mashina. Yurgani qancha? 37 ming. 37 ming kilometr yurgan, 2023. Kraskasi tozami? Toza. Kraskasi toza. Orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Buni o'tkazib olamizmi yo gena qilib berilaveradimi? Mabodo nomeri qiziqib qolsa. O'tkazib olish kerak-a? O'tkazib oladi. Yaxshuncha pul yo'q. To'g'rimi? Benzina? Benzin. Benzinda yurgan mashina. Yaxshi. Inshaalloh akalar hammamizga nasib qilsin shunaqangi akkuratli mashinalarni minish biz obunachilarimizga shu qatori. Xo'p, buni narxini bir kelishtirib yo'lida qilib aytaylik endi. Xudo xolasa 20 mingdan o'tib beramiz. 20 ming 19 yarim jichcha pastida savdo bo'lib 19 tepasida savdo bo'lyapti. Gap yo'q akalar, 19 pasti so'ramay qo'yasizlar ekan, faqat naqa? Naqa. Faqat naqa. Barter bankka beraveramiz. Xo'p bo'ladi. Raqamlarchi? 97 97 10 10
97 797 10 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashina holatini ko'rdinglar. 19 tepasida savdo bo'lyapti ekan, telefon qila olamiz. Jet Hour do'stlar, X70 Plus bo'lganda ham akalar full, ya'ni luxury pozitsiyasi. Mashinani ko'ringlar, bitta заводской diska. O balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Holatlarini bitta ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bitta ko'rpaslar akalar, mana o'zi sidina eshik ochganingizdan keyin qaysidir shofyorga moslanyapti. U degani akalar pamitlargacha bor. Sidina pamitlari, abduf, abagreiflari bor. Eng fulli. Salon holatiga o'zingizlar bitta ko'rib baho berib bersizlar. Panorama, klimat kontrol, xullas mashinada akalar yo'q narsani o'zi yo'q. Juda go'zal holatda turibdi mana. Probeg qancha bo'ldi buni? 34 ming. Bu 1.6 turbina ya? 34 ming yurgan 1.6 turbina akalar, luxury. Salonlari orqada ham barter bank kelishaveramiz. Orqada ham klimat kontroli bo'ladimi shunda? Orqaga ham komforti bor. Kraskasi toza ya? 34 ming yurgan, kraskasi toza. 23 ming bu ham? 23. Yaxshi. Orqa zinani mana salapanida akkuratlik qilib qo'yilgan, pokiza qilib qo'yilgan. Gap yo'q. Xo'p, endi buni Toshtaqa bir narxni yengilroq qilib ayting, endi kelishtirib, maza qilib minib olsam bo'lishtiramiz. 22,5 deb aytyapman. 22 ming siz tarafdan kelsa yana sunnat o'tib beramiz. 22,5 bozorda aytilyapti. Bizga 22 ming kami ham bor. Kelishdayapti. Sizlar Variant nasiyalarga nima deymiz? barter bank kelishaveramiz. Har tomonlama Kelishaveramiz. kelishamiz. Raqamlar 97 797 10 10. 10 ga telefon qila olamiz do'stlar. BYD Song Pro akalar, ko'ringlarchi, mashina gibrid eng full ekan. Ko'ringlarchi holatlarni, заводской diska, yangi balonlar bosib qo'yilgan. Xo'p, bu endi aka 100 ga qancha rasxod qiladi? Hisoblasa bo'ladimi uni? 4,5 ta 5 ta atrofida 100 ga rasxod qilyapti deyilyapti. Ya'ni to'k aralashi yaqqanda. Xo'p, salonlar akkuratlik, go'zal holatda turibdi. Abduflari yo'qdir, yo bormi? Bor, hamma yo'q. Hamma yo'g'i bor. Abduf, abagreif, hamma narsasi bor. Gap yo'q. Mashina lekin haqiqatda chiroyli sostoyaniyada turibdi ekan. Kraskalar qanaqa aka? Buni bitta aydinlash orqa bagajida kraskasi. Orqa bagajda kraskasi bor. Song Pro. Ichlariga o'tmagan mostokalar butunmi aka? Hamma yo'g'i butun pechat ekan-a? Ha, zavod turibdi. Gazi bormi yo'qmi? Gibrid mashina. Qo'yishyapti ham, lekin Gaz ham qo'yyapti. Endi 4 ta benzin, 5 ta benzinga gaz qo'yib, 12 tani ham qo'yib yuribmiz-ku. 18 tani ham qo'yib yurdik. Xo'p, mashinani bo'ladi buni. qolgan joylari toza-ya? Ha, xudo. Yurgani qancha bo'ldi? 75 ming bo'lmadi, 74 ming qancha ham bo'ldi. 74 ming yurgan, 2024 bagajda kraskasi bor, qolgan joylari toza deyilyapti. Narxini kelishtirib aytaylik endi buni. 20 ming 300 jinni yo'q beramiz. 20 ming 300 kami bor. Jinni unaqa katta emas. Variant nasiyalar bormi yo naqmi? Barter bor. Bank bor. Naq ekanda, işte naq qarz olishimiz ketadi, xudo xolasa. Bo'ldi, siz yo'lida qo'yapmiz. Gap yo'q, Internetlarda ham bir ko'rib tekshirib olaveradi. Unaqa sotsiyanasida, unaqa yurganlari, unaqa emaslar yo'q. 21 ming tepasida bo'lyapti. Xo'p bo'ladi. Raqamlaringiz-chi? 90li 90li 771 771 77 17. 77 17 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Mashina holatlarini ko'rdinglar. Bozor nech pul beryapti endi? Endi bozorga endi birinchi chiqishi. Endi kirdi, hali savdo bo'lmadi. Xo'p bo'ladi. Telefon qila olamiz mana. Gap yo'q lekin 18 118 ming yurgan deysizmi? 18 ming. Xolos. Akalar do'stlar, mashinani qaranglar. 3 kun minadi, agar realni Captiva qiziqqan bo'lsa deyapti. Realni qiziqqani bo'lsa akalar 3 kun minar ekan mashinani, agar yoqmasa kuniga 100 dollardan pulini berib olaman deyilyapti. Vaqtini o'tkazganiga deyilyapti akalar mashina. Endi bunaqa garantiyani qayerda beradi bilmayman, endi o'zingizlar kelishib gaplashib olasizlar. Mashina 18 gap yo'q. 2018 118 ming yurgan. Kraskasi toza-ya buni. Qaranglar salonlarni. Lekin yaxshi millar. Kraska tozami? Top toza. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Mashina lekin katta tetik turibdi ekan akalar. Lekin orqasi ochilmadi. Knopkasini ertaroq bosib qo'yamiz shekilli. Gaz pas qo'yilgan qo'yilmagan. Propan gazlari bor. Orqasini ocholmadi lekin 2.4 atmosferniy motor. Plus mashinada hamma narsa bo'ladi. 118 ming yurgan, 2018, kraskasi toza.
Olib sarflaydigan umuman joylari yo'q. Umuman. Gap yo'q. Minsa bo'ldi. To'g'lanib turishini qaraydi mashina. Bank kelishaveramiz. Yaxshi, buni yangiroq narxini aytaylik endi bir kelishtirib yo'llar Boshqalarga qilib. hozir 17.000 deyapmiz. Siz tarafdan kelsa 16.800 deb beraman. 16800 kami bor. Siz tarafdan kelsa Variant, nasib yo'llariga nima deymiz? kelishaveramiz. Kelishsa bo'ladi. Har tomonlama yo'llari bor inshaalloh. Raqamingizni aytib qo'ysiz. 97 Aha. 10. 797 10 10 97 kodi bilan aloqaga chiqarasizlar do'stlar mana. Xo'p, do'stlar, yana markalar qiziqqan yaqinlarimiz bo'lsa, Dongfeng Fengo degan ekan akalar, Xitoy mashina. Ko'ringlarchi holatlarini, pul arzonroqdir bularning ancha tushib ketdi narxlari. Qalpag'ami bu diskami bu balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Xo'p, akalar salon holatlarini aytadigan bo'lsak, endi Xitoyda o'zingizlar bilasizlar, salonlari ham juda go'zal, ancha qulayliklari ham normalniy. Shu ko'rish jo'stigini qaranglar buni. Esinglar ham elektropaket ekan. Abduflar yo'qdir. Isitsa kerak, sovutmasa kerak a? Sovutadi, Isitadi, sovutadi. Yili nechi buni? 24. Yurgani kraskalari-chi? 24 45 ming yurgan kraskasi toza. Bagajdan ham elektr ekan. Olib sarflaydigan joylari yo'q a? bir qo'l salonga olgan odamlar ekan. Ikkinchi qo'lmaydi. Gap yo'q. Shunday deyapti. Yaxshi. Xo'p, endi buni zapchastlari qanaqa ekan endi? Servisda bo'ladi, ha? Ular kisero bo'lib ketdi. Ha, yaxshi. Narxini yangiroq aytamizmi buni? Bak bilan 1100 kilometr yuradigan nimasi variant. Bu degani endi 100 ga qancha rasot qiladi shunda? 4 ta 5 ta rasm qiladi. 4 ta 5 ta atrofida gibrid bo'lganligini hisobiga. 5 ta shaharda ichida hisoblaymiz. Yaxshi. Gibrid variant akalar, tayyor. Ekonomik bu qishda ancha problema bo'lyapti-mi yo'q? Pulichi? Ular 22 mingdan tushadi. 22 ming kami bor. Salonda nechta turadi o'zi bu? 380 million. 380 million salonda turadi. Shunaqa. Hozir akalar qo'lida mana 45 ming pora dedingiz. 45 ming. 45 ming yurgani 22 ming kami ham bor yani. Naqshi savdo bormi yo naqmi? Nasiyaga taklif bilan chiqsa. Taklif bilan chiqsa, Ko'p nasiya. kelishsa bo'ladi. Ozroq nasiya qilsa, ozroq vaqtga nasiya qilsa, Kelishsa bo'ladi. kelsa bo'ladi. Yaxshi raqamlaringiz? 99lik Aha. 326 Aha. 74 99. 74 99 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Masofatini ko'rdinglar.